Yo yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir vaqtlar xayrlik. Bugungi qanday kaynolarni qizg'in qarshilaman. Mablag' silish xatarlik, mablag' sonchig'ida ehtiyojim bo'lgan ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni bilaman. Bugungi sonda so'zlaydiganimiz bo'lsa, mushu oyda, mushu aprel oyida olsangiz bo'ladigan 4 pachakni sizlarga tanishtirmoqchi. Birinchi pachak bo'lsa, Tattoo Chef. Men buni burun sizlarga tanishtirib qo'ygan. Shunday yaxshi pachak, kelgusi bor, yaxshi o'ylanadi. Yangi chiqqan pachak, xatirim bor, lekin shunday kelgusi ham fursatlarim bor degan. Hozir buni tanishtirdim, chunki Tattoo Chefning bahosi mushu yaqinda hallam tushib ketdi, 40% tushdi. Ham to'xtamlari chiqladi, kirimlarimi, mushu revenue'larimi yaxshi o'ylanadi. Lekin bu yangi shirkat bo'lg'achqa, xatirim shu yerda. Çünkü şu qarzlarım var hazır. Yandan taraqqiy qilayotgan şirketlarning odatda normalda to'lisiniki qarz bo'ldi. Mushalarga sal diqqat qilsak bo'ldi, lekin men hozir sizlarga tanishtirganim nima uchun degan chog'da shu revenuesi, kirimi, butun yillik kirimi oldingi yilninkidan 70% dek o'sib ketdi. Shunaqa hozir bir fursat. Bu pachakni olsangiz uzun yilga qaraysiz, yaqinlam eliblam yaqinlam o'sib ona qilmaydi. Cho'qim oz deganda 1 yil yo 2 yil andan keyin rasmiy bu pachakniki foydasini ko'ra olasiz. Hozir olsangiz, xilijaqlam olsangiz bo'ldi, lekin yana mening tavsiyalarim oz deganda 2 ga yo bo'lmasa 3 ga bo'lib ilang. Hozir bir qismni ilib, agar yana ozroq tushsa belki $18 tushgan bo'lsa, yana olsangiz bo'ldi. Onun da mütven tushgan chog'da, bu chog'da texnik $16, $50 tushgan chog'da anjiq qilib olsangiz bo'ldi. Menimcha hozirdan belki tushmasligi mumkin. Lekin hozir bir qismni avlib, kelgusida o'sib ketib qolsa, kelgusi bir yil bo'lgan chog'da yana tushadi. Masalan, $20, $30 chiqib ketsa-mu, yana 20% tushgan vaqtda yana qaytadan setib olsangiz bo'ldi. Tattoo Chefni cho'qim kuzatib qo'ying. Ikkinchi aprel oyida olsangiz bo'lgan pachak bo'lsa, Walgreens. Walgreens degan bir kuchli bir shirkat, u degan shu Amerikaniki Walmartga o'xshash, mustaq tanlov bozori, cho'ng tanlov bozorliq, mustaq har xil narsalarni sotadigan cho'ng shirkat. 130 milyonlik market cap'si var. Şundan güçlük. Lekin mush yaqinda shu bunun revenuesidan qilijaq ilgirlash bo'lgan. Bultur virus vaqtida sal ziyon tortgan. Shuningga bu yildan boshlab, 2021-yildan boshlab qaytadan tirilyapti. Ham bu Walgreens'niki tarixda aslida eng yuqori vaqti $100 chiqqan. Hozir aran $50 $55 atrofida. Antuan vaqtida $30 chiqib qolgan. Men bu $40 vaqtidan avvaldan fursatni yaxshi qilib, sizlarmi hozir olsanglar bo'ldi, lekin menimcha buni cho'qim 3 ga yo bo'lmasa 5 ga bo'lib olsangiz bo'ldi. Hozir ozroq bir qismini ilib, $50 ni buzib tushib qolsa, $40 tushib qolsa, undan keyin yana ozroq ilib, ondan yana $1-2 tushgan vaqtda, $1-2 tushgan vaqtda azozda ilib chiqlasangiz bo'ldi. Agar o'sib qolsa, bir necha % tushgan vaqtida olsangiz to'liqlamansiz bo'ldi. Walgreens undayliqi cho'ng xatarlik shirkat emas. Shuni cho'ng tushib, cho'ng chiqib qolmaydi. Shunaqa 1-2% tushsa, u uchun shunda cho'ng tushgan bo'ldi. 3-4% tushgan bo'lsa, texnik cho'ng tushgan bo'ldi. Ham Walgreens'ning yana bir yaxshi yeri nima degan chog'da dividends var. Dividensi 3%dan chiq, ham o'zimi kuchlik, hem dividensi yaxshi bir shirkat o'tiralda. Men mustaq 3%, 4%lik dividendli shirkatlarga aytaman. Hem o'zim kuchli mustaq shirkatlarga. Masalan, ba'zan shirkatlar bor dividendniki 6%, 7% beradi, lekin o'ziniki o'sha paychak, o'ziniki o'sha sodasi, mahsulotlari undan yaxshi setilmaydi. Ya'ni paychaki tushib qolmaydi. Menimcha Walgreens'ni uzun yil saqlasangiz shunday yaxshi shirkat. Lekin agar qisqa o'yinsammi bo'ldi desangiz, 1-2 xulosagacha saqlab olsangiz bo'ldi. 1-2 fasl demakchi, har bir faslda bir xulosa chiqadi. Xulosada o'ziniki tapovuti, mushlarga qarab, andan keyin qo'lingizdan chiqarib yetishlarni shu chog'da qaror qilsangiz bo'ldi. Chunki shu Walgreens'ga o'xshash
işte talab hazırlık şirketler şundan çık, hazır rekabet mi çok? Walmart'daydı, Costco'daydı, Amazon, Shopify degandek şirketler chiqyaptidir. Shunaqa balki ozroq ta'sir qilishi mumkin. Uzun yil saqlasanızmı, kuchli shirkat agar asosiy o'zgarmaslar, dividendni yaxshi berdi, lekin qisqa o'ynayman desangiz, menimcha 1-2 xulosagacha qarab baqsangiz bo'ldi. 1-2 xulosagacha menimcha yaxshi o'ylab berdi. Agar $80 chiqib qolsa, qo'ldan chiqarib bo'lamdi desangiz, menimcha bo'lib, andan keyin boshqa shirkatlarga almashtirsangiz bo'ldi. Unda bo'lsa, aprel oyida sizlarga tavsiya qilgan 3-paychak bo'lsa, Teladoc. Teladocni men bu burun sizlarga bir tunishtirgan, oldinda. Teladocni qanday shirkat deganchada, masalan, biz hozir doktorxonalarga borsak, bo'lib shu ommaviy doktorlarga berib ko'rsak, yo bo'lmasa jiddiy qutqizishlarga borsakmi, shundan jiq odamlarning kaynida o'chirib turamiz, saqlaymiz necha soat, 2-3 soat ba'zan vaqtlarda. Shuninga bu Teladoc degan qanday degan chog'da, shu to'rdan doktorlar bilan aloqalashib, to'r orqali sizniki kasallaringizni ko'rdi. Shu zamonlar. Unda o'chirib turish ketmaydi, berish ketmaydi, ham udalam shu yerdan pul to'laysiz. Hem o'zingizniki shu tarixdagi kasallaringizni hammasi arxivlaringiz shu kompyuterda saqlanib qoldi. Shundan qolaylik. Ham kanaldaysizki, bularning planlari shunday yaxshi, ma'lumot deb turishgan deb degan. Shu ijroatni kontrol qilib, operatsiya qilgan degandek. Kelgusi uchun shunday yaxshi bir shirkat. Teladocni uzun yil saqlasangiz bo'ldi. Ham yaqinda Teladoc'mi shu $300 chiqib, yilning boshida anadagi 50% tushib ketdi. Belki sizlarga tanıştırıp bağlandığı için çünkü ketken buluşum mümkün. Belki bazılar beni tıllığa buluşmalar mümkün. Lekin ben tolası sizlarga qanday şirketlerni tanıştırman. Şu uzun yıl saqlasanlar bulduğan şirketler. Qisqa vaqtlarda bundaq təvirnişi çoxumdan buldu. Ularni to'g'ri tushuninglar. Teladoc hozir $150 tushib, qaytadan hozir $180 atrofida jiqlam olsangiz bo'ldi. Mening tavsiyalarim 2ga yo 3ga bo'lib olsangiz bo'ldi. Teladocni uzun yil saqlasangiz bo'ldi. Az deganda 4 yil, 5 yil shunday. Endi bu oyda sizlarga tanishtiradigan 4-paycha kim bo'lsa, Kose Gaming. O bir shu kompyuterlik shirkat, kompyuterning qattiq detallarini ishlaydigan, odatda shu maxsus o'yin o'ynaydiganlarga mushtaq eng kasbiy qattiq detallarni ishlab chiqardi. Masalan, kompyuterning ichidagi qattiq zapchaslar, xat bosiladigan mouse, hatto onlaydigan Mac, eng kasbiy mushtaq o'yin o'ynaydigan qattiq detallik narsalar, hatto o'rindiq ustallarni tortib mushtaq kasbiy narsalar bor. Qarab baqsangiz bo'ldi. Shunday yaxshi shirkat, men yaxshi ko'raman. Men oldindan shu uyanlarniki shirkatining bir pachak Unity'ni sizlarga tanishtirgan. Unity bilan Kose Gaming o'xshamaydi. Unity bakrak uyanlarni chiqardi, bo'lib shu telefondagi uyanlarni, kichik uyanlarni degandek. Lekin menimcha qurilmamizda faqat birlam uyanniki pachka bo'lsa bo'ldi. Men hozir Unity bilan Kose ikkilisini olib qo'ydim. Chunki ikkilisi yaxshi shirkat. Balkim men Kose'ni yaxshi o'rlab bersam, qo'limdan chiqarib o'tishim mumkin. Lekin hozir fursat bo'lg'achqa, men bu oyda birinchi o'rin qo'yib sizlarga shu pachakni sizlarga tanishtirdim. Chunki shu oldingi yildagi revenuesi Kose Gaming'niki tafovati 70% o'rlagan. Uni oldidagi 2019dagi revenuesi around 1 billion, 2020dagi revenuesi 1.7 billionga chiqqan. Hatta earnings shu tafovatining ichidagi butun chiqimlardan chiqarayotgan o'ziga qolib qolgan qismi uning oldidagi 2 yil hech qanday tafovut qilmagan. Hatta 2019 -8 million, 2018 bo'lsa -13 million tafovut qilgan. Ziyon bo'lgan amaliyotda. 2020 bo'lsa 300 necha millionga chiqib ketgan. Shunaqa hozir menimcha shundan ishtik vaqtda o'ylab berdim. Agar hozir Kose Gaming'niki bazasi $35 atrofida, Antoine vaqtda tushgan vaqti bultur $10 uçib qolgan. Ondan tarixda eng yuqori vaqti $50 chiqqan.
Hozir shu 30 necha dollardan 70% ya bo'lmasa 50% o'rlab qolsam, 50 dollarga chiqsam, qo'limdan chiqarib olsam bo'ladimi desangiz, menimcha bo'ldi. 50% azroq chiqarib, keyin yana kelgusida yana saqlab turib 70%larda keyin chiqarib olsangiz bo'ldi. Lekin uzun yil saqlasam bo'ladimi desangiz, o'mi bo'ldi. O'mi yaxshi shirkat. Men balkim shu 50%lar 70%lar o'rsa, qo'limdan chiqarib yetib yana davomli Unity'ni saqlamoqchi. Bu mening o'zimning shaxsiy planim. Unda bo'lsa, bugun shu aprellik 4 paychekni sizlarga tanishtirib qoldim. Men amalda har oyda shunday bir qism ishlar, necha paycheklarni sizlarga tanishtirib, shu oyda olsangiz bo'lgan paycheklarni nima uchun ba'zan muddatlarni sizlarga ko'rsatib, shunday qilmoqchi. Unda bo'lsa, bugun ham shunday bo'lsin. Like görüşelim. Allah'a emanet. Başka bir abone olun. Hem tavsiye yapıyorum.